Munisani orqasidan PR qilyapsiz deb yozishibdi. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman. Bilasiz raqqosa qanaqaligini. Yo nimaga raqqosani har doim ustidan mag'za bag'darish kerak? Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum. Munisani orqasidan PR qilyapsiz deb yozishibdi. Kulgili. Menga umuman PR qiziqmas. Вообще kerak emas. PR eng kattalari bo'lganda ham aralashmaganman. PR qilish bir sekundlik narsa, unga Munisa sababchi bo'lish kerak emas. Munisa Zava o'zim meni o'rtog'im, men hurmat qilaman. Bu bitta Munisaga taalluqli narsa emas, butun xalqqa taalluqli narsa. Iltimos, qachondir nuqta bo'ladimi? Mayli, hali ongi past, hali dunyoqarash kengaymaganda bir paytlar mayli deb keldik. Qachongacha mayli deyish kerak? Aytingchi. Yo, raqqosa dema. Bilasiz raqqosa qanaqaligini. Yo, nimaga raqqosani har doim ustidan mag'za bag'darish kerak? Yo, boshqa ma'noda aytilyapti, ma'nosi bunaqa edi. Ma'nosi unaqa bo'lsa, bitta mana shu kasbga tegmaylar. O'zi zo'rg'a yuzaga chiqazib buni ko'rsatayotgan bo'lsangiz. Men klipimiz sabab ranjigan barcha qizlarga murojaat qilmoqchiman. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman. Lekin juda muhim bir narsani aytmoqchiman. Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman bunday emas edi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar, balki uni aldab, xiyonat qilib, tashlab ketgan inson ekanini tushunasiz. Finaldagi so'zlar esa klip mualliflarining fikri emas. Bu aynan o'sha qahramonning shafqatsizligi, kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz.